top 5 ta ichimlikni ichib o'zim shu holatda ozdim va men sizlarga mana shu ichimliklarni bugun o'rgataman. Ozmoqchi bo'lsanglar, dangasalik qilmoqchi bo'lmasanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Dangasa xonimlar, bu video sizlarga emas. Bu faqatgina ozmoqchi bo'lgan, o'zida kuch topgan ayollarga. Demak, ishtahani g'ippa bo'g'adigan usulni o'rgating Sadoqat, o'rgating, suv ichsam ham ishtaham bo'g'ilmayapti deyshadi-yu. Ayollar juda ko'p, bunaqa ayollar ko'p kelishadi. Eshitinglar qizlar. Birinchi top ichimlik ishtahani bo'g'ishga yordam beradi. Bu ertalabda iliq holatda ichirgan limonli suv. Mana bunaqa suvingizni olasiz, yarimta limonni olasiz deb bijillatib olasiz. Bizz qilib keyin bitta shim olsanglar ham bo'laveradi. Mazza qilib olasizlar, tetik bo'lasizlar. Faqat bu suv qizlar oshqozonda gastriti borlar, kislotaligi baland bo'lganligi mumkin emas. Oshqozonda gastrit yazvasi bo'lsa, kislotaligi baland bo'lsa, limon bunaqa ertalab och qoringa ichilmaydi. Qolgan holatlarda metabolizmni tezlashtiradi, organizmingizni chiska qiladi, ichaklar tozalanadi. Shunday ichib bo'lganingizdan keyin hojatga borasizlar, mazza qilib yengillashib chiqasizlar. Undan tashqari o't qopingiz uchun eng zo'r benzin. Как mashina benzinda yursa, siz mana shu suvda yurasiz. Bitta misolda, mana shunaqa limonli suv ichish, iliq holatdagi suv ichish, meni o'zimni onamga ta'sir qilgan. Xo'p, o'zimni oyimni o't qoplarida muammolari bor edi. Juda ko'p dimlanib, juda ham ko'p pristup berib, mazalari qochib, u yoqli ovqatlar yesalar ham kechqurun shunaqangi holatda, ya'ni sirazi pristup berardi anaqa o't qopi. Va bir oy davomida mana shu ertalab 2 stakan, ular limon qo'shmasdan prosta oddiy suvni o'zini ichdilar. 2 stakan, 1 stakan emas, 2 stakan iliqdan issiq holatdagi suv ichdilar va bir oyda shunaqangi organizmlari yaxshi bo'ldi. O't qopidagi muammolarga ham bemalol yechim topdilar desam bo'ladi. Birinchi topoviy ichimlik tayyorlab ko'ringlar. Ikkinchisi, ozmoqchi bo'lgan qizlar yordam beradi. Bu olma sirkali suv. Olma sirkali suvga faqatgina xohlasanglar chia urug'ini ham qo'shib yuborsanglar bo'ladi. 1 stakan suvga 1 osh qoshiq olma sirkasi, 1 osh qoshiq chia urug'i yoki bitta choy qoshiq chia urug'ini aralashtirasizda, tushlikdan oldin bir kunda bir mahal ichasizlar. O'sha ham ishtahani bo'g'ishga, sizdagi ovqatga bo'lgan kuchli ishtiyoqni so'ndirishga yordam beradi. Hattoki dieta paytida, ayniqsa keto dietada, bilasizlar, og'zidan shunaqa qullansa hid keladi, butun tanadan ayrim paytlarda hid kelishni boshlaydi. O'sha paytda olma sirkasi yordam beradi, ozmaslik ko'rsatma. Mana, haqiqiy olma sirkasini qanaqa ajratasizlar? Bunday qilib tegini ko'tarsanglar, tagida quyqumlar paydo bo'ladi, ko'rasizlar? Bu haqiqiy olma sirkasi. Filtrlanmagan holati biza buni ichsak bo'ladi. Mana shunaqa olma sirkasini tanlaysizlar. Uchinchi eng zo'r foyda beradigan ichimlik bu kefirdan qilinadi. Kechqurun ujinni qilib bo'lganingizdan keyin xohlasangiz ujinni kechki ovqatingizni o'rnida ham foydalaning. 200 gram kefirni oling. Ketidan mana shu kefiringizga nima bor? Zanjabil bor, imbirdan yarim choy qoshiq. Qoshiqchani xohlasangiz uchida qo'shing. Yarim choy qoshiq xuddi shuncha miqdorda kurkuma qo'shing, ikkalasini yaxshilab aralashtiring-da, ujundan keyin qilib bitta ichib oling. Xohlasangiz kechki ovqatni o'rnida iching. O'shandan keyin organizmingiz tozalanadi, ertalab sizdagi o'sha kuchli 2 kundan beri ichingiz qotib, qabziyat bo'lib, ichingiz yaxshi kelmayotgan bo'lsa, ichlaringizni choyning shunaqa zo'r surib yuboradi. Bu uchinchi top ichimligimiz. Ishtahani bo'g'ib, metabolizmni tezlashtirib, yog'laringizni parchalab eritib tashlaydi. Xo'p, 4-chi ichimligimiz top ozishga yordam beradigan, ishtahani bo'g'ib beradigan ichimliklarning 4-chisi bu limon bilan imbirli suv ichish. Xohlasanglar qizlar, agar bu ichimlikni faqat ishtaha bo'g'ish yoki etiklik yog'laringizni eritishga emas, shamollaysiz. Shamollagan paytda o'zidan o'zi immunitet tushib ketadi. Mana shu holatda shamollaganingizda, o'sha tumov bo'lgan paytlaringizda yordam beradi. Limonni yaxshilab siqib, iliq holatdagi yoki iliqdan issiq holatdagi suvga yarim choy qoshiq nimani kukunidan, imbir kukunidan, xohlasangiz tayyor imbir bor, mana hozir mana rasmni qoldiraman, o'shani maydalab tashsanglar ham bo'ladi. Ta'mi ozgina неприятныйroq, achchiqroq bo'ladi, lekin ichsanglar va o'sha organizmingizga yayrab yuboradi. 5-chisi esa kuchli stressda bo'lib, voy, men asabiylashmayapman, Sadoqat, o'zim eplolmayapman, men o'zolmayapman, uyimda muammoim to'la, bolamga har kun baqiraman, erim bilan har kun urushaman deydigan ayollarga. Stress kuchlimi? Yaxshi uxlolmayapsizmi? Ozishingiz qiyinlashyaptimi? Mana shu 5-chi top ichimlik sizga yordam beradi. Bu romashka damlamasi. Romashka damlamasi bu stressni kamaytiradi. Sizdagi kortizol ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, uni tushirib beradi. Romashka damlamasini kechqurun yotishingizdan 2 soat yoki 3 soat avval 1 stakanga tayyorlab olasizda, faqat romashka damlamasiga 2 tomchi lavandani yog'i bor. Lavanda yog'i bu anti-stressni, ya'ni stressga qarshi bo'lgan eng kuchli yog' hisoblanadi. 2 tomchi shunday tomizasizda, qilib ichasiz, kechqurun spokойно bo'lib, miyalaringiz tinchib, bolalaringizga baqir-chaqir qilmasdan, eringiz bilan urushmasdan yaxshi uxlaysiz. Faqatgina romashka, bilasizlar, allergiyasi borligi mumkin emas va davleniyasi juda ham past yuradigan ayollar bor-da. Davleniya 90-60 bo'lsa ham yuraverishadi. Yo'q, bunaqa ayollarga umuman romashka damlamasi mumkin emas. Qolgan holatlarda stressni kamaytirish uchun, sizdagi o'sha kortizol gormonini pasaytirib, ozishingizga yordam berib, uyqungizni holatini yaxshilash uchun eng zo'r yordam beradigani mana shu oxirgi 5-chi ichimligim. Agar sizlarga bu retseptlarni haqiqiy videoda живой ko'rsatganim kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga ora-orada joylab boraman. Telegram kanalimni pastda sizlar uchun silkasini qoldiraman. Yordam beradi, kerak bo'ladi ishtahani bo'g'ishga, o'zingizni boshqara olishingizga,
aytaylik sizdagi yog'larni parchalab eritib tashlashga yordam beradigan ichimliklar, detokslarni hammasini Telegram kanalimdan topasizlar. Pastda linki. Tez kirib ulab olinglar, a to yo'qotib qo'yasizlar.